Uylanmoqchiman. Oilangiz bor-ku? Yoshiga uylanmoqchiman. Men qarib qoldimmi sizga? Ha endi tan ol. Mana yuzingga ajin tushishni boshladi. Sochlaring ham oqarib qoldi. Qolaversa kunda kunora kasal bo'lsang. Shuncha quvonchli, g'amli yo'lni birga bosib o'tdik-ku. Endi keraksizga chiqdimmi? Endi farzandlarimizning to'yini qildim. Oramiz ochiq demoqchisiz-da? Ha? Shunaqa. Nima edi? Senga erlik qila olmaydi degandilar. Haq ekanlar. Men bilan yashab kam bo'ldingmi, ha? Mana uy-joyli bo'lding. Yana nima kerak senga? Qilgan bo'lsang ana, bolalar uchun qilgansan, men uchun emas. Keksayganda rohatda yashayman deb o'ylagandim. Ko'p ming'ir qilavermagin. Maqsad ko't. Xo'sh, nech pul bersam ajrashasan, ha? Ha? Ayt. Qancha bersam bu uyni tashab chiqib ketasan. Ayt. Sizdan rozi emasman. Hey, men sendan rozilik so'rayotganim yo'q. Rozi emasmi-sha? Chiqib ket. Bu uydan bugunoq chiqib ket. Bu uy meniki bo'lsa, Dada? ha, Oyimning gaplari to'g'rimi? ha, nima edi? Men onam bilan ajrashaman. Nima deganingiz bu? Qarigan chog'inglardami? Nima qilibdi? Yo'q, hop, nimaga? Nima yoqmayapti sizga? Menga qara, men sizlarni o'qitib katta qilish uchun yoshligimni o'tkazdim. Endi qaraganda faqat o'zim uchun yashamoqchiman. Dada, nima deganingiz bu? Bildi qil. Seni singlingni o'qitib, katta qilib, to'ylaringni qilib berdimmi? Bo'ldi, endi bu yog'iga meni tanlovimmi, muhokama qilmalaring. Ha, hop, dada, oyim siz uchun yoshliklarini, biz uchun butun hayotlarini bag'ishladilar-ku. Hey, menchi qarigan ayol bilan yashash niyatim yo'q. Nima, siz yoshmisiz? Bor yoqqa chiqib ket. Menga aql o'rgatasan? Bor chiqib ket. Uyalmasdan yoshmisiz deydi-ya. Hammasini mana shu onasi o'rgatganda